Bunaqa ahmoq bolalarni milliontasini onamning 2 soatlik pastda yurganiga almashmayman men. Keyin ko'ryapman 300 necha million o'rniga 200 necha million turibdi kartamda. Deyapman 100 million. Nima 100 milliondan ziyod ishlamayapti, ilova ishlamayapti deb o'yladim. Kartamdan ko'p pul yechilgan, bo'lib yechilgan. Face ID bunga borligini men bilmaganman. O'rnatganman deb qachon o'rnatgan, qachon o'chirgan, qachon nima qilgan bilmayman. Dugonam bilan men spalnida yotganmiz, ikkalamiz o'z divanda yotgan, 3 kishi bitta xonada yotganmiz biz. Faollik xarajat deganda nimani tushunyapti? Aynan qiz bolani uchrashuvga chaqirib, birga ovqatlanganda to'langan narsani keltiryaptimi? Aniq bilmadim uni. Aptekamni kim nima ishidan minus bo'lganda 3 million so'm bu kishining kartasiga, 2 million so'm ayasining kartasiga tashlab berganman. Undan tashqari qo'liga ham 200 dollar, 700 ming so'm nalichka naqd berganman. Men bu kishiga 3 kun muhlat berdim. Qilib ber pulimni, olganini, o'g'irlab olganini tan olib aytibdilar. Samarqandlik talaba qizning ko'nglini oshiq yigit qimmatbaho sovg'alar va sayohatlar bilan olgan edi. Biroq keyinchalik ma'lum bo'lishicha, bu sayohatlar uchun sarflangan mablag'lar qizning ota-onasi musofirchilikda ishlab jamg'argan pullar hisobidan bo'lgan. Sud hujjatlariga ko'ra, Samarqandning chekka tumanlaridan birida yashovchi qiz shaharga o'qish uchun kelib, shu yerda shaharlik yigit bilan tanishgan. Ular o'rtasidagi munosabatlar tez orada yaqinlashib, yigit qizga qimmatbaho sovg'alar ulashgan va sayohatlar tashkil qilgan. Egilarim chetdan pul tashlaydi. Omonatga qo'yganman. 20 shuni chisoga qarayapman 29. Deyapman, omonat summa tushgan kun. O'sha pulni kartaga obratni yechib o'tkazib qo'yishim kerak. Keyin ko'ryapman 300 necha million o'rniga 200 necha million turibdi kartamda. Deyapman 100 million. Nima 100 milliondan ziyod ishlamayapti, ilova ishlamayapti deb o'yladim. Soat 5 dan o'tganda, keyin kartamdan ko'p pul yechilgan, bo'lib yechilgan. 100 milliondan ziyodroq summa. 3 oy noyabr, dekabr, yanvar oyida o pulni men 100 millionni 23% dan qo'ygan bo'lsam, omonat summa tug'gan bo'lish kerak-da, ko'paygan bo'lish kerak. Bunaqa ahmoq bolalarni milliontasini onamning 2 soatlik pastda yurganiga almashmayman men. Tergovda aniqlanishicha, yigit qizga tegishli telefondagi Face ID xizmatiga o'z yuzini uning xabarsiz kiritgan. Shu yo'l bilan u 2025-yil noyabr oylarida qizning ota-onasi xorijda mehnat qilib jamg'argan mablag'lardan 100 million so'mni o'zlashtirib ishlatgan. Face ID bunga borligini men bilmaganman. O'rnatganman deb qachon o'rnatgan, qachon o'chirgan, qachon nima qilgan bilmayman. Noyabr oyi ketdik Toshkentga. Biza ko'p kun qolganimiz uchun 300 ming so'mdan gaplashildi. Отдельно xona emas. Dugonam bilan men spalnida yotganmiz, ikkalamiz o'z divanda yotgan, 3 kishi bitta xonada yotganmiz biza. Jinoyat ishi Samarqand shahar sudida ko'rib chiqildi. Kartasidan pulni yechib olib, o'zi bilan ishlatib yubordik. Tanishganimiz vaqtimiz bilan men unga xarajat qilasdim. Oxirgi shu 25-yilda undan olib birgalikda ishlatdik. O'zidan olib o'ziga ishlatdik. 9 kun ichida ishlatdik. Toshkentda. Telefonni nechta pul olgansiz? $1000 olganman. Ha? 1000 ga. Nechta? 2 ta iPhone. Umumiy sifatida foydalanganligini olib, yana qo'yaman dedi. Endi u kassa bo'lsa yoki seyf bo'lsa, seyfdan olyapti, yana qo'yaman deyapti. Umumiy nima bo'lsa. Chunki ota-onasi bilan arazlashgan vaqtda puli sababli hozir eshitdik. Ular birga yashashgan. Sudda jabrlanuvchi yigitning ayrim ko'rsatmalarini inkor qildi. Faollik xarajat deganda nimani tushunyapti? Aynan qiz bolani uchrashuvga chaqirib, birga ovqatlanganda to'langan narsani keltiryaptimi? Aniq bilmadim uni. Nimani nazarda tutyapti? Aptekamni kim nima ishidan minus bo'lganda 3 million so'm bu kishining kartasiga, 2 million so'm ayasining kartasiga tashlab berganman. Undan tashqari qo'liga ham 200 dollar, 700 ming so'm nalichka naqd berganman. Men bu kishiga 3 kun muhlat berdim. Qilib ber pulimni, olganini, o'g'irlab olganini tan olib aytibdilar. Shu bilan birga u sudlanuvchiga nisbatan da'vosi yo'qligini, yetkazilgan zarar to'liq qoplanganligini ma'lum qildi. Zararim to'liq qoplanib berildi. Naqd oldingizmi yo voz kechdingizmi? Naqd. Sudda raislik qilgan sudya Zarifa Ahmedova ish materiallarini har tomonlama o'rganib, yakuniy hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin, unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi B bandi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.